Fransiyadagi Versal emas, balki Germaniyadagi Versal, Ludwigsburg qasri 1704-yilda Württemberg gersigi Ebhard Ludwig tomonidan ov uyi sifatida qurila boshlagan va keyinchalik hashamatli gersoglik qarorgohiga aylangan. 452 ta xona, 18 ta bino, umumiy maydoni bog'lari bilan birga 32 gektarni tashkil etadi. Tasavvur qiling, bu yerda siz barokko, rokokko va neoklassikani bitta devor ichida ko'rasiz. Xuddi san'at asaridek. Qasr bo'ylab sayohat qilarkanman, qanchalik murakkab arxitektura ishi bilan qurilganligini his qildim rosti. Eng qizig'i, qasr ichidagi 300 yillik bezaklar, devorlar, marmarlar barchasi yaqinda qurilgandek holatda. Aslicha saqlangan. Tasavvur qilyapsizmi, 300 yillik mexanizmlar hali ham sahnani harakatlantiradi. Napoleon ham bu saroyda to'xtagan. O'sha qirollik hushyorligi, tartibi, hashamatini u ham his qilgan. Lekin Ludwigsburgning eng noodatiy qismi bu emas. Bu yerda ertaklar bog'i bor. Bolalar uchun haqiqiy mo'jiza. Shunaqa xulosaga keldim rosti. Bu saroyda har bir burchak hikoya aytadi. Har bir deraza orqasida o'tmish nafas oladi. Siz ham bu hikoyaning ichida yurishni xohlaysizmi? Bu shunchaki saroy emas, bu tarixning, san'atning va shohona didning uyg'un namunasi deb ayta olaman. Sehrli bog'ni keyingi reyslarimda sayohat qilamiz.